sekundda yoqaman, qaranglar. Mashalloh, buni qaranglar. Yondi bu. Mana quruq joyini ham ko'rsataman, qaranglar. Shokka tushasizlar, bitta ma'lumot aytaman. Juda ham qiziq ma'lumot. Xudo xolasa buni xavfsizroq joyga qo'yamiz. Mana bu joyni qaranglar. Mana buni tutunni chiqib turibdi. Afg'onistonda juda ham ko'p ko'rganmiz. Shunda ochamiz, tutunni chiqib turib bug'i. Qaynadi salkam bu. Bir necha daqiqa oldin qo'ygandik. Shokka tushadigan ma'lumot esa mana bu yerda. Bir necha yillar avval O'zbekistonda turli xil muqobil energiya bilan issiqxonalar va boshqa angarlarda qizish imkoniyati bo'lgan ekan o'zimizda. Va mana bu yerda 300 gradusdan oshiq temperaturani mana shu turbalarga berib, turli xil isitish tizimlariga yuborish imkoniyati bo'lgan va mana bu oynalar asosida va bu Quyosh instituti deymiz, mana shu ko'rib turibsizlar, katta quyosh pechi dunyoda yagona bo'lgan ayni paytda O'zbekistonda haligacha faoliyat yuritib turgan va bizni olimlar buni bemalol bugungi kungacha hayotga tatbiq etib turgan ekan. Yechimlar shundoq qo'limiz ostida turibdi, lekin hech kim bilan shug'ullanmayapti, foydalanmayapti. Afsus, orqasida issiqxonalarda mana qanaqa qilib isish mumkinligi haqida miniatyurni dashi mana demonstratsiyalar ham bor. Bundan boshqa yana qanaqa yechimlar kerak bo'lgan, hammasi shu yerda bo'lgan. Ko'rib to'g'risi shokka tushdim. Shunaqa ma'lumot o'zimizda yechim borligini bila turib, biz shu paytgacha qayerga qaradik, nima ma'lumot izladik, nima deyishga hayronman. Mana ko'ryapsizlar, ma'lumotni olib ketyapmiz. Zo'ri Quyosh instituti xodimlari bilan agrobiznesda juda ham katta yutuqlarga, yechimlarni topsak bo'lar ekan. Sara ma'lumotlarni hammasini olib YouTube'ga olib ketyapmiz. Xudo xolasa tez kunlarda sizlarga taqdim etamiz inshaalloh.